shunaqa bo'lyapti. Masalan, So'g'd hodisasini ustiga bosdim. 355 kirdi. Men o'sha oldin registratsiyadan o'tganim uchun ma'lumotlarim tayyor yozib qoldi. Keyin registratsiyadan o'tish kerak bo'ldi. Masalan, u 2 3 4 5 6 7 ketdi. Masalan, men aybdorman. Mana shu kuni masalan 26/01/2026-yilda 7 soat bo'ldi. Xullas tak nima bo'lganini vaziyatni to'liq oxirigacha yozadi. Masalan, men jabrlanuvchiman, meni sudda ma'lum qilingan, aybdor shaxs ma'lum qilingan, aybdor shaxs rad qilingan ekan, sud bo'ldi. Keyin Yevroprotokol orqali to'ldirildimi yoki DTP orqali to'ldirildimi? Buni bosdi. Nima kerakli ma'lumotlarni bu yoqqa yuklash kerak deb yozilgan bo'ladi. Tak oladi, bundoq qiladi, masalan yuklaydi. Отправить tugmasini bosadi. Men hozir ma'lumotdagi serial nomeri noto'g'ri bo'lgan hisobiga отправить tugmasini bossam, politsiya serial nomerini to'g'ri kiritgan degan yozuv chiqadi. Men o'zimcha xohlagan serial nomerni yozib oldim kursiga.